Kuchi bilan mushularning ovqati qolmabdi. O'zimiz oladigan do'kondan zapasi bilan, vitaminlari bilan olib kel, $400. Xo'p. Xitoy bo'yi. Qo'shni qormi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Mol holga po'cha olib kelyaptimiz? Hazilingiz qursin-yu. Bolalarga bolalar meva yegisi kelgan ekanda, ana aytishadi-yu, mevani shiriniga qurt tushadi deb. Shunga olib oldim. Chiqing qo'shni. Keling qo'shni. Chiqing dedingiz, chiqdim. Ha, qo'shni. Anchadan beri bunaqa bozorlik qilmayaptimiz deyman. Do'dirab qoldingiz? Yo'q, unga emas. Qo'shni hozirgina o'g'lim Adajon, qachon biz ham to'y ovqat yeymiz? Qachon go'shtli narsalar yeymiz dedi. O'g'lim, Allohga oson. Agar u xohlasa,